shuncha vaqtgacha o'zbeklarimizni boshini hali ekkaningiz yo'q-da. Ya'ni hech kimni uyaltirgan joyingiz yo'q. Yo'q. O'sha uchun uyaltirmayman. Avvalambor Alloh. inshaalloh. Bizdan nima yordam ayting? Mana sizga bu savolni berishim kerak, chunki bu savolni xalqimiz bera olmayapti sizga. Lekin kommentariyada juda ko'pchilik yozgan. Yo'q, akajonim, xalqimizdan, sizlardan menga kerak yordam duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Allohga behisob shukr, bir ikkita bratlar chiqdi siyazga. O'zimda radnoy bitta tug'ilib o'sgan jo'ram chiqdi. Davay oshna, mana men yordam beraman dedi. Yana bitta mahallamdan o'zimni jo'ram chiqdi. U ham birga katta bo'lgan bola chiqdi. O'zimiz yordam beramiz dedi. Mashina kirdi-ku, normal. Rahmat Anvarjon, har doim padeshkadamiz, xalqimizni yozgan kommentariyalarni ko'rib, hozir o'zi xalqimizga agromni rahmat. Alloh ulardan mingdan ming rozi bo'lsin. Mana bugun juma kuni hammalarini chiqib musofirda oz bo'lsa ham duosi o'tadi deydi xalqimiz, chunki shu xalqimiz orqali shu darajaga kelyapman, to'g'risida.